Hop, mavzu ayni sinus, kosinus, tangens, kotangensining ishoralari va asosiy trigonometrik ayniyatlar haqida gaplashamiz. Sinus, kosinus, tangens, kotangens ishoralari. Ya'ni bugun ishoralar haqida gaplashamiz, keyin asosiy trigonometrik ayniyatga o'tamiz. Hop, bitta narsani bilishimiz kerak. X o'qi bu kosinusning qiymatlarini beradi. Y o'qi bo'lsa, y o'qidan biz sinusni qiymatlarini olamiz. Mana misol uchun birlik aylana chizadigan bo'lsam, mana shunday oson tushunasizlar. Birlik aylana chizaman. Bu ham yo'q. Mana misol radiusi 1, u markazi koordinatani boshlab va radiusi 1 bo'lgan birlik aylana bo'ldi bu. Hop, mana o'qi x o'qi deydigan bo'lsam, mana bu o'qi y o'qi. Bitta narsani bilasizlar. Hop. Birinchi keling ma'no bo'yicha gaplashaylik. Bir yo'l hammasi ishorasini aytib ketaman. Hop. Y barobar sinus x funksiyani ishorasi haqida gaplashamiz. Qaysi choralarda qanaqa ishoraga ega bo'ladi? Birlik aylana chizaman. Birlik aylana chizdim. Mana bu birinchi chorak. Mana ikkinchi chorak, mana uchinchi chorak, mana bu to'rtinchi chorak. To'rtta choragi bor. Aytdimki, sinus menda y o'qiga mos keladi. Y o'qi qaysi o'q? Mana bu o'q bo'ladi, y o'qi. Mana bu x o'qi bo'ladi. Endi yaxshi e'tibor beringlar. Y o'qi mana bu x o'qidan pastga tushganda manfiy bo'lib ketamidi? Bu pastki taraflarida. U tepada musbat xolosmi? Demak, bu tepada musbat bo'lsa, mana bu o'qdan yuqorida musbat bo'ladigan bo'lsa, u qaysi taraflarni o'z ichiga olyapti? Mana bu birinchi chorak bilan ikkinchi chorakni o'ziga olyapti. Mana tepada 1 bilan 2 bor xolasi, to'g'rimi? Demak, tepada y musbat bo'lsa, u birinchi ikkinchi chorakga to'g'ri kelsa, demak, bundan xulosa qilamiz. Sinusimiz birinchi chorak bilan ikkinchi chorakda musbat qiymat qabul qiladi, 3 bilan 4 da manfiy qiymat qabul qiladi. Tushunarli bo'ldimi? Keyingisi y barobar kosinus x degan shu funksiyamiz berilgan bo'lsin. Birligini aytadigan bo'lsam, kosinus bu x ga o'qiga to'g'ri kelardi. X o'qi mana bu o'q. X ni qiymatlari mana bu o'ng tarafda musbat, chap tarafda manfiy ketamidi? To'g'rimi? O'ng tarafda musbat ketadigan bo'lsa, bu qaysi taraflar o'z ichiga olyapti? Bu bilan buni olyaptimi? Birinchi chorak, ikkinchi chorak, uchinchi chorak va to'rtinchi chorak. Demak, x o'qi mana bu koordinatani boshidan o'ng tarafda musbat qiymat qabul qilsa, demak, kosinus birinchi chorak bilan to'rtinchi chorakda musbat, qolgan ikkita chorakda manfiy bo'ladi. Keyingisi y barobar tangens x. Birligini aytadigan bo'lsam, tangens x nima edi? Tangens x barobar sinus x taqsim kosinus x midi? To'g'rimi? Sinus x kosinus x ga bo'lishim kerakmidi tangens topishim uchun? Qarang. Demak, birinchi chorakka qaraydigan bo'lsam, birinchi chorakda sinus ham musbat, kosinus ham musbat. Ikkita musbat sonni bir-biriga bo'lsam, qanaqa son chiqadi? Demak, birinchi chorakda tangens musbat. Tushunarlimi? Endi ikkinchi chorakga o'taman. Sinus musbat, lekin kosinus manfiy. Musbat sonni manfiy songa bo'lsa, manfiy chiqadi. Demak, bu chorak manfiy. Uchinchi chorakga o'taman. Bu ham manfiy, bu ham manfiy. Ikkita manfiy sonni bir-biriga bo'lsam, u musbat bo'lib ketadi. Demak, bu yer musbat, bu yer manfiy. Tushunarlimi? Ha? Kim? Hop, keyingisi y barobar kotangens x. Yana birlik aylana chizaman. Kotangens nima edi? Kosinus x taqsim sinus x. Bu ham 1 2 3. Birinchi chorakda musbat, manfiy, musbat, manfiy. Bu tangens bilan kotangens ishoralari bir xil. Tushunarli bo'ldimi? Misol unaqa qiyin emas, men misol uchun misollar. Misol uchun 4671 sinus 247 gradus bilan kosinus 276 gradusni
ishoralarni aniqlang deyapti. Sinus 247 ni qarang. 247 qanchaga ko'radi sinusga? Bu 0, 90, 180, 270, 247 mana shu orasida. 3-chorakda sinus qanaqa? Manfiy. Demak, birinchisi manfiy ekan. Kosinus 276. Yerda turadi 90, 180, 270, 276. Bunda 4-chorak tushadi, demak bu musbat. Plus minus degan javob qidirasizlar xolos. Javob D. Sizlarni qiynashi mumkin bo'lgani bitta 4677. Tangens 3pi taqsim 2 minus alfa va sinus pi minus alfa. Mana shu sonli ifodalarning ishorasini aniqlang deyapti. Bu joyda endi x deb qo'ygan, x emas o'zi alfa bo'lishi kerak. Xato ketib qolgan. Alfa tegishli 0 pi taqsim 2. Ya'ni 0 pi taqsim 2 orasidagi burchak ayrilyapti ekan. Ichidan birorta o'zimiz tanlab olamiz. Misol uchun 40 tanlab olaylik. 3 pi taqsim 2 necha gradus edi? 270. Undan ana o'zim tanlayapman 40 deb. Bu orasida. 270 dan 40 ayirsa 230. Tangens 230. Mana oralig'imi? Musbatmi? Birinchisi musbat ekan. Sinus 40 tanlaganman, faqat bir xil tanlaysizlar-da. 180 dan 40 ayirayman. 140. 140 katta sinus mana endi. 90 dan katta. Demak, bu ham musbat ekan. Bo'ldi. Tushunarli bo'ldimi? Keyingisi asosiy trigonometrik ayniyatlar. Mana shu trigonometriyaning eng asosiy joyi, eng asosiy muhim joyi shu. Trigonometriyaning asosi shu. Yangi mavzu. Shu yerdan boshlanadi. Trigonometriya shu yerdan boshlanadi. Eng ya'ni odamlar qiyin deydigan joyi ham shu yerdan boshlanadi, oson deydigan joyi ham shu yerdan boshlanadi. Sirasi keyingisi. Nomi boshqa, xolos, u buni yozmagan. Mana qarang, ketdi. Birinchi formula. Sinus kvadrat x plus kosinus kvadrat x teng 1. Bu eng birinchi asosiy trigonometrik ayniyat. Sinus kvadrat x plus kosinus kvadrat x teng 1 ga. Hop, keyingisi. Ikkinchisi desam ham bo'ladi. Mana uni kosinusni bu yoqqa minus qilib olsam, ikkinchisini yozmay turaveray. Sinus kvadrat x teng 1 minus kosinus kvadrat x bo'ladimi? Minus qilib o'tkazib yuborsam, endi sinus x o'zini topishim uchun ikkala tarafdan ildiz olishim kerakmi? To'g'rimi? Xuddi mana bunaqa narsaga o'xshab turibdi mana. X kvadrat teng d turibdi-da. Bunda x teng plus minus ildiz ostida d chiqamidi? To'g'rimi? Esimizda bor, bu kvadrat, chala kvadrat tenglamada o'tgandik. Bunda xuddi shu narsa turibdi. Ikkala tarafdan bitta ildiz olsam, sinus x teng plus minus ildiz ostida 1 minus kosinus kvadrat x. Tushundiryapmi? Mana shu ikkinchi trigonometrik ayniyat. Keyingisi, endi bitta kosinus oladigan bo'lsam, endi bunda sinus olsam, kosinus kvadrat x teng 1 minus sinus kvadrat x ga, bundan kosinus x teng plus minus ildiz ostida 1 minus sinus kvadrat x. Bu uchinchi trigonometrik ayniyat. Tushunarli bo'ldimi? Keyingisi sinus kvadrat x plus kosinus kvadrat x teng 1 degan asosiy trigonometrik ayniyatim bor. Bekkamni yozib qo'yay. Tangens x barobar sinus x taqsim kosinus x, kotangens x barobar kosinus x taqsim sinus x. Mana shuni tengni ikkala tarafini nimaga bo'lib tashlayman? Kosinus kvadrat x ga bo'lib tashlayman. Shunda sinus kvadrat x taqsim kosinus kvadrat x har biri bo'linadi-da. Plus buni bunga bo'lsam. Keyin plus buni bunga bo'lsam 1 barobar 1 taqsim kosinus kvadrat x bo'ladimi? To'g'rimi? Mana sinus kvadrat x ni bunga bo'ldim. Har birini
buni keyin bunga bo'ldim 1 chiqdi, buni 1 da bo'ldim, kasr qilib yozib oldim. Mana shunga tushundilarmi hozir? Tushunarli bo'ldi. Endi sinus kvadrat x taqsim kosinus kvadrat x metdagi ma'lumga ko'ra tangens kvadrat x deb beradim. To'g'rimi? Ikkalasining kvadrati bor. Demak, mana bu tangens kvadrat x plus 1 teng 1 taqsim kosinus kvadrat x. Mana bu 4-asosiy trigonometrga aylanadi. Yodlab qolish kerak xolos, boshqa naqasi yo'q. Просто hozir keltirib chiqarishlar bilan ko'rsatib beryapman. Hozir o'rniga qo'ysak, o'zi 5 ta 6 ta misol ishlaganlarida miyaga quyilib yod bo'lib qoladi. Keyingisi, yana men uni yozaman. Qarang, hammasi mana shundan kelib chiqyapti-da. Sinus kvadrat x plus kosinus kvadrat x teng 1 degan eng birinchi asosiy trigonometrik ayniyatimiz bor edi. Endi boyagina kosinus kvadrat x ga bo'lib o'rgan bo'lsam, endi nimaga bo'laman? Sinusga bo'lib tashlayman. Sinus kvadrat x ga bo'laman. Sinus kvadrat x ga bo'lsa nima bo'ladi? Mana bu 1 bo'ladi. Mana bu kosinus kvadrat x taqsim sinus kvadrat x teng 1 taqsim sinus kvadrat x bo'ladi. To'g'rimi? Ha, mana katangens beradi. Keyingisi demak 5-trigonometrik ayniyat 1 plus katangens kvadrat x teng 1 taqsim sinus kvadrat x. Oxirgisi qoldi. 6-si tangens x ko'paytiruv katangens x teng 1. Bo'ldi. Oxirgisi shu edi. Isboti qayerdan kelib chiqqan bu? Tangens x ni sinus x taqsim kosinus x deb yozaman. Katangensni kosinus x taqsim sinus x deb yozsam, shu yerdan isbot kelib chiqadi. Qiyin narsa yo'q bu yerda. Xo'p, misollar. 4679. Qaranglar mana. Sinus a teng ekan 0.8 ga. Mana shu yerga e'tibor berish kerak-da, mana qaranglar. Aytayaptiki, pi taqsim 2 katta a bu yana pi deyapti. Bo'lsa kosinus a ni hisoblang deyapti. A yozi alfa yozmasdan. Kosinus a necha deyapti. Endi qaranglar, mana uni mana bizga kerak edi-da, mana a qaysi oralig'ida ber ekan. Xo'p, mana alfa qaysi oralig'ida ekan? Pi taqsim 2 pi. Mana 90 bilan mana orasida. Demak, sinus a'im, demak shu a 90 bilan 180 orasida bo'lsa, sinus musbatmi ikkinchi chorakda? Mana shuning uchun plusdan 0.8 yozgan. Siz endi nimani topishingiz kerak? Kosinus a ni topishingiz kerak. A ni oralig'i qaysi? 90 bilan. Kosinus o'sha oralig'ida qanaqa qiymatga erishadi? Minus. Shuning uchun mana kosinus alfa ni formulasi mana bu yerda bor. Mana kosinus a barobar bu yerda plus minus edi-ku. Qaysi birini qo'yish mana shu oralikqa qarab bo'ladi-da. Tushundilarmi? 90 bilan 180 orasida kosinus manfimidi? Shuning uchun ildizni oldiga minus qo'yib, ildiz ostida 1 minus sinus kvadrat a deb yozaveraman. Oraliq bizga ildizni oldiga plus minus qo'yish uchun kerak xolos. Tushunarlimi? Demak, kosinus a teng minus ildiz ostida 1 minus sinus kvadrat a degani buni kvadrati 0.64 degan. Kosinus a barobar minus 1 dan 0.64 kelsa 0.36. Bundan kosinus a barobar minus 0.16 chiqadi. Javob hisobi B. Ko'rdingmi? Shu plus minus shu yerda bizga naqa bo'ladi. Plus minus. Doskadan yozib olaveringlar. Ha, to'xtanglar mana. Mana uni ham ko'rsatib beraman. 4687. Qiziq joyi bor-da shu yerda ham. Aytdim, bu yoqqa shu mantiqan ishlatsalar chiqaveradi mana. Kosinus 4a darajasida minus sinus 4-darajada a teng 1 taqsim 2 deyapti. Shuna bo'lsa deyapti, sinus a ni top deyapti. Sinus a nechi bo'ladi deyapti. Bir qarashda qarang, mana trigonometriyani ko'pchilik qiyin deydigan joyi shu yerda-da mana. Bu yerda son bermaydi. Sinus, kosinus ifoda bir narsa bo'yotadi. Nima sinus so'rayotgan bo'ladi, keyin ko'pchilik aytadi, trigonometriya qiyin, mana shu narsani o'rgana olmayman.
eng qiyin bo'lim qaysi desa, 90% dan so'rang, matematika o'qiyotgan eng qiynalgan bo'liming qaysi desa trigonometriya deydi. Yo'q, unaqa emas. Qarang mana. Ifoda mana bu yerda. Qarang. A4 minus B4. Qisqa ko'paytirish formulasi turibdi bu yerda. Keling, shuni qo'yamiz mana. Bu nima degani? Kosinus kvadrat A minus sinus kvadrat A kosinus kvadrat A plus sinus kvadrat A teng 1/2 mi? Mana uni nimani beradi? Birni beramidi? Trigonometrik ayniyatni? Birinchisi, mana bu 1 bo'lsa, buni tashlab yuborsam bo'laveradimi? Qiymati 1 ku baribir. Bo'ldi, buni esdan chiqaraman. Kosinus kvadrat A minus sinus kvadrat A teng 1/2. Nimani so'ragan bizdan? Sinus so'ragan. Mana kosinus kvadrat A ni o'rniga mana uni olib kelib qo'ysam bo'ladimi? 1 minus sinus kvadrat A minus sinus kvadrat A teng 1/2. Xo'p, 1 bu bilan bu ayrilsa minus 2 ta sinus kvadrat A teng 1/2 bo'ladimi? Va minus sinus kvadrat, ya'ni minus ayrilsa 2 top, minus 2 top qoladi-da. Minus minus ketyapti. Endi buni bu yoqqa olitaman, buni bu yoqqa olitsam, bu yerda yozavering. 1 minus 1/2 teng 2 ta sinus kvadrat A. Umumiy mahraj bersam 1 kare 2 2 1 da bersam 1/2 barobar 2 ta sinus kvadrat A. Mana 2 bu yoqqa shunday bo'lish bo'lsa 1/4 barobar sinus kvadrat A. Bundan sinus A barobar bu 2 ni bu yoqqa bo'lish qilib o'tkazdim. Mahrajga tushadi. Bo'lib o'tgani uchun 1/2 2 ga bo'lsa 1/4 chiqadi. Plus minus 1/2 degan javob chiqadi. Javob C bo'ladi. Nimaga plus minus bo'ldi? Chunki mana bu yerda sinusda kvadrati borligi uchun. Yo'q, kosinusni o'rniga bir yo'li 1 minus sinus kvadrat ham ayniyatda mana uni qo'yib ketdim. Kosinusni topmadim. Mana hozir yozib olaylar, keyin ishlaganlarida o'zi anchadan qolib qoladi.